Bugungi mavzuyimiz demak to'yingan uglevodorodlar, alkallar mavzusi. Hop, rejamiz alkallarning tuzilishi bilan tanishish, alkallarning izomeriyasi va nomenklaturasi bilan tanishib o'tish, demak ularning fizik xususiyatlari, tabiatda paydo bo'lishi, ishlab chiqarish jarayonlari, kimyoviy xossalari va alkallarning qo'llanishi bilan tanishamiz. Demak, alkallarning tuzilishi alkallar uglevodorodlar bo'lib, demak uglerod va vodorod atomlaridan tashkil topgan bo'ladi va bular demak bir-biri bilan qattiq bog'lar orqali bog'langan uglerodlardan iborat va vodorodlardan iborat. Demak, umumiy formulasi CN+2n+2. Hop, demak, metanning molekulasi bilan tanishib o'tamiz. Ko'rib turganingiz bu demak metanning molekulasi hisoblanadi va bu yerda bitta uglerod atomini qurshagan 4 ta vodorod atomini ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda uglerod va vodorodlar orasidagi burchak 109 gradus tashkil etadi va uglerod bilan vodorodning orasidagi bog'lanish demak 1,094 angstromga teng. Metanning tuzilishi ko'rib turganingizdek tetraeder shaklda bo'ladi va bitta uglerodni 4 ta vodorod atomlari qurshagan holatda bo'ladi. Alkanlarning izomeriyasi va nomenklaturasi. Izomeriya demak bu moddaning tuzilishi, e, o'zgarishi, lekin tarkib jihatdan o'zgarishga uchramaydi. Moddaning tuzilishi o'zgaradi va buning natijasida uning xossalari ham kimyoviy aktivligi, kimyoviy reaksiyalarga kirishishi ham o'zgaradi. Izomeriya demak pentanni izomerlarini ko'rib turibsiz. Demak, izomeriya hodisasi o'zi butandan boshlanadi. Metan, etan va propanda izomeriya yo'q. Pentandan boshlab izomeriya hodisasi boshlanadi. Demak, pentanni izomerlarini ko'rishingiz mumkin bu yerda. E, Birinchisi normal pentan deyiladi. Bu yerda ikkita birlamchi va uchta ikkilamchi ugleroddan ko'rishingiz mumkin. Ikkinchisi demak 2 metil butan deyiladi. Bu yerda bitta uchlamchi va bitta ikkilamchi va shuningdek uchta birlamchi uglerodlarni ko'rishingiz mumkin. Uchinchisi bu 2,2 dimetil propan hisoblanadi. Bu yerda o'rtada turgan uglerod to'rtlamchi hisoblanadi. Uni qurshab turgan uglerodlar esa birlamchi hisoblanadi. Demak, nomenklaturasi. Nomenklaturada demak biz asosiy zanjirni topamiz. Asosiy zanjirni nomerlaymiz va nomerlarga ulangan uglerodlar, ya'ni o'rinbosarlarni nomlarini ketma-ketlikda alfabet ketma-ketligida sanab o'tamiz. Demak, fizik xususiyatlari, fizik xossalari, demak, ko'rib turganingiz bu alkanlarning gamoviy qatori va har bitta alkanni nomlanishida an suffiksini kuzatishingiz mumkin. Demak, birinchi vakili metan deyiladi. Bu demak gaz holatda bo'ladi. Ikkinchisi etan deb ataladi. U ham gaz holatda, propan gaz holatda, butandan boshlab demak gaz va suyuq holatlar o'rtasidagi ostona, ya'ni butan sharoitga qarab gaz yoki suyuq bo'lishi mumkin. Pentan demak suyuq holatda toki nonangacha suyuq holatda, undan keyingilari qattiq holatda bo'lishi mumkin. Demak, gazsimon suyuq alkallar yonish xususiyati kuchli hisoblanadi. Alkallarni demak qutbli erituvchilarda eruvchanligi juda ham past, deyarli erimaydi. Olinishiga keladigan bo'lsak, tabiiy xomashyolardan neft va gaz mahsulotlarini distillash orqali olinadi yoki bo'lmasa neft mahsulotlarini krekinglash orqali olishimiz mumkin. Kreking ikki xili bo'ladi: termik va katalitik kreking deb ataladi. Demak, termik krekingda faqat temperatura ta'sirida havosiz joyda qizdirish amalga oshiriladi va ularning yuqori vakillaridan quyi vakillar olinadi. Ikkinchisida alkenlarni gidrogenlash, ya'ni to'yinmagan uglevodorodlarni vodorod bilan platina katalizatori ishtirokida to'yintirish orqali olishimiz mumkin. Karbidli usulda demak bu yerda metal karbidlarini, metanidlarni gidrolizlash yoki bo'lmasa kislotalarda eritish orqali alkallarni sintezlashimiz mumkin. Yoki Wurtz reaksiyasi yordamida to'yingan alkallarning galogenli birikmalariga aktiv metallarni ta'sir ettirish orqali ham turli xil alkallarni sintez qilib olish mumkin. Keyingi kimyoviy xossalari demak galogenlarning o'ziga xos bu zanjir reaksiyasi hisoblanadi. Bu yerda demak xlorlash, quyosh nuri ishtirokida xlorlash, galogenlashda demak vodorodlarni ketma-ketlikda o'rin almashtiradi. Ya'ni metanga xlor ta'sir ettirilganda birinchi metil xlor metan hosil bo'ladi va keyinchalik xlor metanga yana xlor ta'sir ettirilganda keyingi vodorodni ham almashtiradi va dixlor metanga aylanadi. Bu reaksiya toki tetraxlor metan hosil bo'lguncha davom etadi. Shuningdek, o'rin olish reaksiyalari boshqa kislotalar bilan ham amalga oshirilishi mumkin. Xususan, nitrokislotalar, konsentrlangan nitrokislota yoki suyultirilgan nitrokislotani temperatura ta'sirida metanga ta'sir ettirsak, nitrometan hosil bo'ladi. Bu reaksiya Konovalov reaksiyasi deb ataladi. Agar bular alkallarni havosiz joyda alyuminiy xlorid Lewis kislotalari bilan 400-500 gradusgacha qizdirilsa, izomeriya reaksiyasi ham sodir bo'ladi. Shuningdek, alkallarni havosiz joyda qizdirish natijasida ulardan to'yinmagan uglevodorodlarni
olish mumkin. Bu degidrogenlanish reaksiyasi deyiladi va aromatizatsiya reaksiyasi alkallarni, ayniqsa 6 va 6 va undan ortiq uglerod atomlarini saqlaydigan vakillarni katalizator ishtirokida qizdirish orqali, demak, benzolni hosilalari, vodorod va siklizatsiya reaksiyalarini, ya'ni sikllanish reaksiyalarini bir paytda amalga oshirish mumkin. Metanni 1000 gradus va 1500 gradusda ikki xil sharoitda qizdirish mumkin. Bunda bittasida demak biz uglerod va vodorodlarni olamiz, ikkinchisida bo'lsa demak biz asetilin vodorodni ajratib olishimiz mumkin. Shuningdek, uglevodorodlar yonish xususiyatiga ega, ular yongan paytda o'zidan yuqori energiya ajratib chiqaradi. Bu xossasidan foydalanib biz alkallarni ko'pincha yoqilg'i sifatida, suyuq va qattiq yoqilg'i sifatida ishlatishimiz mumkin. Demak, tabiatda ko'pchilik o'simlik va hayvon qoldiqlarini havosiz joydan achishi natijasida metan hosil bo'ladi. Yer ostidagi neft va neft mahsulotlari, shuningdek gaz, tabiiy gaz million yillar oldin yashab o'tgan daraxtlar yoki tirik organizmlarning qoldiqlarini havosiz joyda turib achishi natijasida hosil bo'ladi. Lekin bunday usulda metanni yoki bo'lmasa bunday usulda yoqilg'ilarni olish juda uzoq vaqt talab qiladi va shuning uchun alternativalar taklif qilinadi. Demak, alkallarning qo'llanilishi juda ko'p sanoat sohalarida alkallarning qo'llanilishini kuzatishimiz mumkin. Demak, dorivor moddalar, shuningdek erituvchilar, muhim sanoat va maishiy mahsulotlarni olishda alkallardan foydalanishimiz mumkin. Demak, shu bilan biz bugungi mavzuyimiz yakunlanadi. Prezentatsiyamizni saytdan skachat qilib, ya'ni yuklab olishingiz mumkin. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik keyingi mavzularda ko'rib chiqishimiz mumkin. Rahmat hammaga, sog' bo'ling.